Judayam chiroyli. Rosa tomosha sotilmaydi. Vit вообще bomba. 3,5 kilo vес. Egan. Любой joyda o'zining iniga kirish shart emas. Mana ko'rsataman. Chekda samkam bor edi, bo'g'oz. Mana jahl qo'radi. Keyin yana tengli bo'g'oz quyonlar. Mana bu bo'g'oz. Mana bu bo'g'oz. Bo'g'ozlar mana ingraganda o'sh chiqaradi mana. Keyin mana qilib dumini bekitib oladi bular. Ketdi. Farq yo'q bunga. Mana. Boni. O'zini himoya qiladi bo'g'ozlar. Ayniqsa xikorlar yomon qiladi. Men toychog'im qo'rqdim. Bunga emas-ku, men erkagimga samka qo'yish. Bu любой joyga borganda o'zini ko'rsatadigan quyonlardan. Mana. Haqiqiy burgullar shunaqa bo'ladi. Tozalarini olish niyat bo'lsa, Xudo xohlasa aloqa chiqarasizlar yaqinda. Inshaalloh aprel oyida mashinadan zot olamiz. Men bu bilan mana shu ikkita erkakdan zot olamiz. Buni hozir mana bitta yana 7 ta samka kutyapti mana. 2 ta, 4 ta, mana yo'da 5 ta, 6 ta, mana 7 samka faqat bo'g'oz mana. Bu Xudo xohlasa mana 6-fevralda tug'adigan. Inshaalloh. Aprelga tayyor, kichkina baralla tayyor bo'ladi. Mana xikolchalarimiz Leylapan liniyalaridan. Bular 1 oyliklar. 1 oylik quyonchalarimiz ana inshaalloh 100 mingdan. Mana ko'p oladiganlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib qo'yinglar. Xohlasanglar para qilib beraman. Qonuni boshqa qilib. Вообще maza bular. Bolalarga olib bersanglar ham maza qiladi mana. Men qizim ham maza qilib quchoqlaydi bunaqalarni. Chika. Bunaqa ko'p yemaydi. 1 kilo yemoq kelib qo'ysanglar, ancha ketadi ikkita quyonga. Xudo xohlasa yaqinda yangi ferma ko'ryapman, kattaroq ferma qilaman. 70 ta ona bosh bo'ladi inshaalloh. Mana masaladan ham qilaman. Mana bular hali 1 oylik bo'lmadi, bularga hali 10 kuncha bor. Mana bular 1 oylik bo'ldi mana. Ko'rinib turibdi-yu. Shuni qonni boshqa qilib yuraveramiz. Mana bu ham bor. Bor mana. Ko'p. Hovlida qarab joyini qilib beramiz.